Shoir bo'lib ketdingmi nima? Nima yozyapsan? Oldingi 30-ning ichiga kirgan futbol komandalari bilan trenerlarning ismini. Voy, anlasam seni futbolni bekli yaxshi ko'rdi deydi-ku. Qachon meni sarangmi deb anglading, ha? Bu bekorchilarning topmaydigan gapi yo'q ekan, Juma. Men mo angladim. Seni bir tanarkachi ayolni opdi deydi rasman. Men mo yurtga qaytmag'ili 20 yildan eshibdi. Shu, bana kerak shu tanarkachi ayoldi. Tanarkatni yaxshi ko'rdigan, menga tanarkachi o'g'ildan birini to'qib bera oladigan ayoldan birini topgan bor edi. Hozir ayolim tanarkatchi, shuni uni tanlagan. Amsa billa epkamapsan-ku. O'rimchida hamma narsa qimmat tursa, odamning oz kelgani yaxshiroq-ku. Seni za. Kirişmağan kalıdu qarab Fursat hamon Tayyorni tanlar Kirişmağan kalıdu qarab Fursat hamon Tayyorni tanlar Ajr qilgan Alıdu cevap Naf vermeydi Kuru xiyollar Ajr qilgan Alıdı cevap Naf vermeydi Kuru xiyollar Bir izida Mangmaydı takdir Kiler insan Bu hayatga bir Ko'rsatmagin hech kishiga qir To'sib qo'yar seni davollar Ko'rsatmagin hech kishiga qir To'sib qo'yar seni davollar雪克莱提扎克尔主持召开自治区第13届人民政府第78次常务会议，研究新疆山区野果林。Klubning mashg'ulashtiradigan ishi qanday bo'ldi? Mushunda qisqa vaqt ichidimi? Sarang bo'lib qolmagansa, ha? Yelpiz komandasi degan oldingi qatorda turadigan komanda. Bizdek odatdagi odamlar kirib olmaymiz. Bu ishlarning qanday hal bo'ldigini mening ko'nglimga ayon. Biz avval maydon mas'ulini setib olamiz. O bizni akirib qo'ydi. Qolgan ishlarga o'g'illarim ega. Dangliq to'pchilarmi u yerning sinaq mashqiga kirmaydigan tursa? O'g'illarim eng nochisi. Qara. Ular tug'ilishidan boshlablar men 72 tomliq trenerlar qo'llanmasini ko'rdim. Shuning bilan birga o'zimning tarbiyalash texnikasini o'stirdim. Men futbolni tadqiq qilmasdan tibobat, dorigarlik ilmi, tanarkat, ozuqshunoslik, fizikalik davolash qatorliqlarni izchil o'rganib kelyapman. Balkim sarang bo'lib qolgandiman, lekin bolalarim yarimliq cho'ng bo'ladi. Ular cho'qim dunyodagi eng qaltis futbolchi bo'la oladi. Amsman maydon boshqaruvchi bilan bir so'zlashib baqay, ha? Ma'qul.
Mush yer 1 minut turib turinglar. Men hozirlab berib kelay. Deyish baqay, ha? Ha, ma'qul, ma'qul. Deb qo'ydim. 500 qo'y deydi. Nima? 500 qo'y. Menini bo'lsa qilamda bu haq. Endi oddiyroq o'tking bo'lsa, yizan qaytib kelsang bo'ladi-ku. 500 qo'y deb bulanchilik-ku bu. Ma amal yo'q sha deyman. Chiqira az gap qilib. Chiqira. Voy bo'la deyman. Pixsiq Hala, qilmay mana. akagina bir. Ta'zimi pixsiqkan bu. Kirgandan keyin yaxshi mashq qilinglar juma. Dada, bizni chaqiryapti. Mana. Vay! Adil, bu yerdan chiqarib o'tdi bizni ham maktabdan. Maydimizdan ishtirib chiqarib o'tdi. Pul bergan tongo bularga. Vay, o pulni so'rasam men sizdan olmagan deydi. Qanday qilamiz endi? Qanday qilamiz? Vay, menga quruq gapni qilmay bo'ldi qila. Tez hal qil deyman. Sen aloqalash uchun men boshqa maktabga bag'ash turay. Ha, ma'qul. Ha, mingcha. Mana bu ahvol tushundirishi. Rahmat sizga. Qarang mudir, bu ish hech qanday ishga to'salg'i bo'lmaydi. Agar siz bu yerni setish qaroriga kelsangizlar, biz setib olishga tayyor. Bu materialga 5-6 bag'lam pulni qo'shib sunishingiz kerakdi-ku deyman. O'g'o, shu. Lekin sizni majburlagandek bo'lib qolmasin deb. Balkim sizning qo'lingiz qisqa bo'lib qolgandi. Sizda pul yo'qligini hammanglar biladi. Amisi men pul epkilay. Sizning bu qitimqi bilan 5-qitim bu yerga kelishingiz. Sizlar yoshlarning tirishchanliginglar haqiqatan bizni ta'sirlantirdi. Lekin ikkimizning o'rtasidagi tepishmoq o'yini mush yerda oxirlashsin. Mening qarorim menga o'zgarmaydi. Qani. Qarang mudir, agar siz menga bu yerni setib bersangizlar, kirgan pulni maktabga mablag' sola olasiz. Yana kelib, Rahmat. Yo'l ana. Nashta qildingizmi? qildim. Ansirman u cho'qim qo'shiladi. Amsi men qahva damlab chiqay. Ma'qul. Bo'lmamda aka? Bo'lmaydi. Bu degan maktab rayoni tursa bo'lmaydi. Cho'ng xatolik o'tkazdingiz juma siz. Siz undaq deganingiz bilan bo'lmaydi dedim-ku. Bo'lmaydi. Ma'qul deng aka, undaq qilmay. Bo'lmaydi. Qat'iy bo'lmamda? Voy, bolalarim to'pni yaxshi tepatdi deyman. Ep qolsanglar bo'lmamda, ha? Qanda degan gap bu. Eching ham ashikni.
Balalarimni ammag'ininglarga hamon bir kun pushaymon qilasizlar. Qanda degan? Ben sizden bir iş sorayım. Nefise yakında benim gepimni qilib baqdimi qilmadi? O sizin topni bek yaxshi o'ynaydi deydi. O bir o'g'il bilan pek yaqinlashib ketgandi. Bir o'g'il bola uning muhabbat xati yozganda u naq maydonda yirtibdi. Qachcha. Demak, uning ko'nglida men bor ekanman. Yo'q, mana bir javob beradim. Siz bilmamsiz? U Umidni yaxshi ko'rdi. Nima? Hey. Faqat men eng yaxshi ko'rgan Shaymani maqsadlarga erishdim. Uyga yangidan uy jozirini elib, ratlab qo'ydim. Buzatmanglar ha, balalarim. Biz nimishqa bundaq foydasi yo'q ishlarni qilamiz. Nim deding? Ha, dada, Umidning demakchi o'g'ini bizning hozir qilayotgan ishimiz bizga foydasiz. To'g'ri. Ha, biz yana 20 dak futbol klubiga boramiz. Ularning bizni qabul qilib ketishi notayin. Ularning oldida biz hech parlaq qiladigan joy bo'lib qolishi mumkin. Ishonchinglar bormi? Albatta bor dada. Bor dada. Tirishinglar baldarim. Men sizlarga ishonaman. Agilar qo'lingni. Men o'birniga chiqib kiray dada. Aka, men boshda kirib chiqaychi, mening baq qistab ketdi. Tezroq kirib, mashqinglarni qilinglar, ha? Yuring Nejat, aylanib kelaylik. Uyda o'tirib zerikibsiz-da. Sizmi bu yerda kashkish o'ltiraveramsiz? Yuring aylanib kelaylik. Bo'ldilar. Voy, yuring, sizni aylantirib kelaman. Bu loptamsa. Menmo herib qolganda qilaman. Bu narsalarni ilikilib yig'ishtirib o'tayapti. Ha, yuring. Nagima boramiz? Nejat, biz to'y qilishdan burun meni mushaga bir qitim akagantingiz esingizdami? Albatta. Shu chaqda siz menga 6 turli talab qo'ygandingiz. Birinchisi, mening maoshim ancha yuqori emas. Mendan bakchong umid kutmang degandingiz. Ikkinchisi, men sirtdan tomog'ini ancha yoqtirib ketmayman. Uyda tomoq yesak degandingiz. Uchinchisi bo'lsa, bozor beqarashni yaxshi ko'rmayman. Meni bozorga chiqishga zo'rlamang degandingiz. Shundaq-ku deyman. To'g'ri. Endi to'rtinchisi nima edi? To'rtinchisi sizlar amroq, heliqi, dango degandek narsalarni To'g'ri, neyman degan to'g'ri. bo'g'im. Beshinchisi-chu. Beshinchisi bo'lsa, Xinjiang futbol komandasi musobaqa o'tkazib qolsa, cho'qim qatnashim. To'g'ri. Endi oltinchisi-chu. Kirganda ekan diqqat qilinglar, ha? Bu maydonda sizlar o'ynab boqmagan. Uning ustida ko'rdinglar, ana sizlardan cho'nglarmi bor ekan. Biray yeringlarni sundirib qo'ymasin. Juma? Diqqat qilib. Ma'qul dada. Ha? Bir-biringlarga diqqat qilib, ko'ngil bo'lib o'ynanglar. Tirishsanglar,
g'alaba bizga mansub. Ma'qulmi? Ha. Menda dunyo bo'yicha danglik futbolchilar bor. Toysonlar ep qolsizlar, ha? Mening ma'u o'g'il. Hey, mengsha. Nika? Ha. Toysonlar ep qolsizlar. Ko'rsatib qo'ya, ha? Yaxshimisiz? Ha, yaxshimi. Biz klubimizga 24 yosh atrofida bolalarni qabul qilyapmiz. O'g'lingizning kasbiy aloyiqligi yaxshi ekan. Mumkin bo'lib qolsa, biz o'g'lingizga o'zining aloyiqligini joriy qildirgudek sharoit hozirlab bersak. Puli-chi? Pul olamiz. Bera. Ha? Pul olamiz. Ukam tushangidek gap qiling abi. Men beramdim yo sizlar beramsizlar? Bolangizning kasbiy aloyiqligi yaxshi ekan. Pulini deyishib olsak bo'ladi. Pulni menga berasiz ukam, menga. Bera, topni bera. Hey! Yaxshimisiz? Ha, yaxshimi. Men shaharlik 40-o'rta maktabning o'qituvchisi bo'laman. Qaraganda bolangizdan nihoyat yaxshi tarbiyalabsiz. Meningcha bolangizni bizning maktabning komandasiga o'qish mukofoti hal qilib, haqsiz to'p tepadiganga kirgizib qo'ysam qo'shilamsiz. Ha, kechiring. Sizning maktabingiz mening tizimligimda yo'q. Menmi sizning tizimligingizda yo'q o'xshamamda. Siz men trener Nijat bo'laman. Nima? Siz Nijat trenermi? Biz musobaqada emas, ha? Odatda boshqa vaqtlardami ishonch bo'lish kerak bir-birimizga. Tirnig'inglarni tortishib o'tirsizlar-ku. Nima avo? Pokiz kimni nima qilyapting deyman? Yo'q. Men uni yo'qotib qo'ysam qat'iy bo'lmaydi. Ehson degan sol takka o'zimizni ko'rsatib qo'yaylik. Vali degansanmi? Nemish bo'pti? Nijat trenerning to'lim